Oldingi videolarimda sizlarga uzun marketda ish boshlash uchun oldin uzun marketni analiz qilishni aytib o'tganman. Hozir esa savdo boshlangandan keyin ham ichki analiz juda muhimligini ham ko'rsatib beraman. Bu uchun uzumni o'zini instrumentlari bor, lekin bizda o'zimizni shaxsiy instrumentlarimiz bor. Hozir sizlarni o'sha instrumentlarni yaratgan odam bilan tanishtiraman. Sizlarga hozir tabitsani ko'rsataman. Sal kattaroq qilamiz ekranda ko'rinishi uchun. Mana tabitsada bu yerda har xil listlar bor. Asosiy listda bugungi vыручкamiz, pribыл, расход, tovarlar, sotilgan tovarlar soni va vaziyatlar ko'rinadi. Bu yerda bugungi ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin yoki mana bu yerdan galочкani olib tashlab biza masalan qaysi sanada nima bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Bu tabitsalar aslida uzumda ham bor, lekin bizga aniqroq ko'rinishi uchun, aniqroq ko'proq ma'lumot bo'lishi uchun biz o'zimizga alohida qilib qo'yganmiz. Uzumda mana bunaqa tabitsa yo'q. Bu tabitsada bizada ko'rib turganingizdek kunlik savdoni ko'rib turishimiz mumkin har bir tovarga. Masalan, e'tibor bersangiz agar mana bu yerda kunlar yozilgan. Masalan, bugun kun 29.05.26 va bugun shu paytgacha masalan mana bu tovarimdan 11 ta sotilgan. Mana shu ko'rib turishim mumkin. Detalni ko'raman. Hamma. Undan tashqari mana bu yerda vыручкаga o'tsam, har bitta tovarimdan qancha summa pul kelganini ko'rib turishim mumkin. Har bitta tovarni alohida ko'rib turishim mumkin. Bu yerda hammasi million so'mda, ya'ni 0.53 degani bu 530 degani. Undan tashqari yana bitta eng muhim joyi bor bu tabitsani. Bu VVD. VVD eng asosiy joyi nimada bilasizlarmi? VVDning eng asosiy joyi mana bu oxirgi ikkita tablitsa, mana bu oxirgi ikkita tablitsa, mana bular oxirgi ikkita tablitsa. Bu yerda e'tibor beringlar, mana bu bugun 29.05 bo'lsa, 10 kun oldin 19.05 bo'lgan va ikkita sana alohida belgilab qo'ygan. Nimaga? Chunki mana bu 4 million 60 ming so'mmani ko'rasizlarmi? Bu summa mana shu kuni shuncha odam 4 million 60 ming so'mlik tovar klient olib ketgan. Bu degani 10 kun o'tib shundan 1 million 120 ming so'm bizning shotimizga o'sha kelib tushgan, bizga VVD qilishimiz mumkin degani.